Mana egalari, xudo xolasa, nima sabab bizdan apparatura qo'yishgani qaror qildingiz? Davleniyalar zo'r, yaxshi, xudo xolasa. Assalomu alaykum hammaga. Ultarmadash yo'lidagi chap qo'lda ochilgan samomoykaga 4 oy oldin bitta boks o'rnatib bergandik. Joylarni tayyorlab qo'yishganda, imkoniyatlar bo'lmasdan bittadan o'rnatishganda, mana 4 oy o'tmasdan yana bitta boks bizga zakaz qilishdi. Xudo xolasa chiroyli qilib qo'yib berdik. Mana egalari, xudo xolasa, nima sabab bizdan apparatura qo'yishgani qaror qildingiz? Yaxshi, hamma yo'q zo'r, xudo xolasa, zo'r ishlayapti apparatlar. Mijozlar yaxshi xursand bo'lib ketyapti, rahmat deyishadi. Davleniyalar zo'r, yaxshi, xudo xolasa. Xo'sh, bu akamiz asosan yurtadi ekan. Sizda qanaqa servislar qanaqa ishlayapti? Hammasi zo'r. Mijozlar zo'r. Hech kim to'xtatmaydi. Apparaturamiz akalarimizga ma'qul kelgan ekan. Bilasizlar, bizda logotip qo'yish xizmati ham bor. O'sha VID 409 nomerlik mashinasi bor ekan. O'shanga atab nom qo'ygan. Logotip qo'yib beramiz. Hafta pauzalik funksiyamizda o'sha eng oxirgi so'nggi rusumdagi apparaturadan qo'yib berganmiz. 6 xil funksiyasi bor, vizit knopkalar bor. O'sha klikini ham shartnomalar bor ekan. Oldindan o'sha ekranga ichidan orqa tomondan qo'yib berdik. Korpuslarimiz nechta bo'ladi? Izolyatsiyalar ertaga zanglab chirib ketmaydi. Hozir motor xonalarni ham bir ko'ramiz. Polidejatorlar qo'yilgan. Ilgari shunday bo'lib ishlab turgan ekan. Hozir bu yerda yana bitta joy katta mashinaga tayyorlab qo'ygan joylari bor. Xudo xolasa buni ham sammoyka qo'ymoqchi bo'lib turibdi. Hozir motor qismlarini ko'ramiz. Xo'sh, osmos ustanovka qilingan. Bu apparaturamiz o'sha yangi qo'shib berildi. Ilgari buni supurgan. O'sha shitlarimiz psixiatriya rejimda qilib yig'ib berilgan. Bilasizlar, bizda o'sha har bitta funksiyani relelariga chiroyli qilib yozib qo'yilgan bo'ladi. Bu yoqda ulanishlari ham bir xil qilingan bo'ladi. Bu hozir qo'yib bergan apparaturamiz, bu o'sha 4 oy oldin qo'yib berganimiz. Ichlari hammasi bir xil akkuratni, bir xil standart asosida qilib berilgan. Bu o'sha ximiya nasl nima bu bachoklarimiz, bu yog'i o'sha montaj qilingan. Endi joyimiz ozgina kichkina, lekin hamma narsa ideal bo'lib joylashgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.